Self-critic, self-critic. Hozirgi zamonaviy hayotda hammasiga telefonlar aybdor. Sababini bilasizmi? Chunki biz telefonni deb gaplashmay qo'yganmiz. Misol uchun, erkak kishi uyga kelib, ayoli bilan gaplashish o'rniga telefon o'ynab o'tiradi yoki telefonda bir ishlarni hal qilib o'tiradi. Psixologlarning aytishicha, 12 daqiqa o'zaro gaplashishga yetarli ekan va o'sha 12 daqiqa sizga baxt olib keladi. Asosiysi kuning qanday o'tdi deb so'rash emas. Asosiysi bugungi kuningda qanday yaxshi narsalar bo'lib o'tdi deb so'rang. Chunki bunday savoldan keyin miyamiz avtomat ravishda faqat yaxshi narsalarni o'ylay boshlaydi va organizm endorfin gormonni ishlab chiqaradi hamda xursandchilik olib keladi. Ha, demak bugun kunim juda ham yaxshi o'tdi deb faqat yaxshi narsalarni o'ylashni boshlaysiz. Juftliklarning o'zaro gaplashmay qo'yishi sabablari juda ko'p. Bu nafaqat telefon, bu stress, charchoq hamda o'zaro xafagarchilikdir. O'zaro gaplashmaslik esa libidoni pasayib borishiga olib keladi. Bu albatta jinsiy aloqaga ta'sir ko'rsatmay qo'ymaydi. Kuniga hech bo'lmasa bir marta turmush o'rtog'ingizdan kuningiz qanday o'tdi yoki bugungi kuningizda qanday yaxshi narsalar bo'ldi deb so'rang. Agar siz bu narsalarni so'ramay qo'ysangiz, juftingiz men bilan ishi yo'q ekan yoki men uni umuman qiziqtirmay qo'ygan ekanman deb o'ylaydi hamda uni ichida stress holati paydo bo'ladi va bu stressni u farzandlariga, qaynonasiga yoki bo'lmasa atrof muhitiga negativ qaray boshlaydi. Esingizda qolsin, bor yo'g'i 12 daqiqa. Siz vaqt ajratsangiz, turmush o'rtog'ingiz o'zini kerakli his qiladi. Siz shunchaki so'ramang, siz haqiqatan ham qiziqib so'rang. Agarda juftliklar o'rtasida dialog bo'lmasa, bu albatta keyinchalik oilaning buzilishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun tez-tez gaplashib turing hamda soft bilan salomat bo'ling.